Yo'lni ko'rsatib. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu ahli sufa bo'ladi. Aha. Mana siz ko'rishavering. Mana bu ahli sufa bo'ladi. Aha. Mana shu yerda sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni chiqishlarini poylab o'tirishgan. Ha. Bu hozirgi bu yerdagilar mana ahamiyat bersangiz, bu yerda odam ko'proq-da. Shunday. Naryoqda kamroq. Sababi bularni ichida shunaqa muhabbatliklari bor. Hozir mana biz ahli suhbada o'tiribmiz. Hozir Rasululloh chiqqanlar biz bunga javob beramiz, javoblarimizni olamiz. O'zlarini ko'ramizda o'tiradiganlar bilan. Ha. Muhabbat ahli. Mana bu birinchi gardish, ikkinchi gardish. Ikkinchi gardish. Mana ikkinchi gardishi mana shu hujra-i saodat deyiladi. Ya'ni o'sha onamizning uylari. Ikkinchisi. Ha, ikkinchisi. Birinchisi ham shu. Ha, birinchisi ham shu, ikkinchisi ham shu. Lekin ikkinchisida nima ta'kidlab o'tmoqchiman? Bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Abu Bakr, Umar yotishibdi. Qabrlar. Boshlari birinchisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mana birinchi, ikkinchi tizi bor. Ha. O'shanga to'g'ri keladi taxminan. Boshlari. Yuzlari Ka'baga qarab turibdi. Oyoqlari Baqiy qabristoniga qarab turibdi. Ha. Endi Yo sizni ham olib turayda. Ha, hop. Mana bu ravza minbarlari va uylar. Minbar bilan uylar o'rtasida jannat bog'i bor. Jannat bog'iga agar kimda kim ihlos ila kirib, men hozir jannatga kiryapman desa, u jannatga aniq kiradi. Endi bundan nima bo'ladi? Ha, bu o'rtaga lavzaga kirib namoz o'qib chiqamiz. Shu o'rta jannat bog'i. Bunga ishonish kerak. Ishonib kirish kerak, inonib kirish kerak. Sababi buni hikmati bor. Ko'pchilik bu ishonib kirish kerak. Ishonib kirgan bilan bu ishonib kirish kerak. Nima bu yerda yutuq bor? Hozir Ramazon oyida kirganda. Ulamolar tafsir qiladi. Kimda kim ravzaga Ramazon oyida kirganda u og'zi yopiq bo'ladi. Xuddi farishtalarga kiradi. Inshaalloh. Bu yerda rizqlanmaganligi uchun Alloh hayo qilarganda jannatga kirdi-yu, banda rizqlanmadi. O'shani hisobiga jannat mukofotini berar ekan Alloh. Teşekkür. Ma'lumotingiz uchun katta rahmat. Qayerdansiz akajon? Toshkentdan. Toshkentdanmisiz? Men o'zim Qashqadaryodanman. Yashang. Katta rahmat. Yo, deb so'rab bilgan, yo bo'lmasa nima deydi? Noto'g'ri aytayotganingiz uchun to'xtab. Endi men Makka bilan Madinani adashtiryapman. Xafa bo'lmaysiz? Yo, rahmat. Assalomu alaykum aka. Katta rahmat. Alloh taolo hammani yetkazsin. Akamiz bilmaganimizni tushuntirdilar. Bu ham katta savob. Allohga shukr, alhamdulillah.